Shu taraf hamma narsani qilib berishyapti. Uy, joy, hamma to'y. Bizga hech narsa qildirishmayapti. Ko'ynakni o'zimiz olamiz deyapti. Ba'zilar bo'lyapti, shu taraf aytayaptiki, yo'q deyapti, ko'ynakni olib berish bizani zimmamizda deyapti-da, shu taraf olib berishyapti. Men uni ham, buni ham to'g'ri yoki noto'g'ri deya olmayman, lekin ona sifatida meni o'zimni ham qizim bor. Men har doim tasavvur qilaman, shu mavzu ba'zida konfliktlarga sabab bo'lib qoladi-da, bu tarafga soladigan vaziyatlar ham bo'ladi bir xilda. O'shani men o'ylab qolaman-da, xo'p, meni qizim turmushga chiqqanda men qanaqa yo'l tutgan bo'lardim deb o'zimga savol beraman. Shu savolni ko'proq keyin meni o'zimga ham orzularim bor. Mana misol uchun qizim xudo xolasa maktabni bitirsa ham unga juda ham chiroyli ko'ylak tanlab beramiz o'zimizda. Meni o'zimga ham shunaqa orzuyim bor. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa, to'y kuni kiygan ko'ynagini ham birgalikda tanlab o'zimizga olamiz degan orzularim bor. Chunki bu qizimni bizani uyimizdagi biza olib bergan eng oxirgi chiroyli ko'ynakda. Qolgan u yoqdagi ko'ynaklarni hammasini kuyovim xudo xolasa